Dastlabki aka, Qoraqalpog'istongacha dastlabki bor. 7, 68, 64 unda qilmas aka. Hammasini kelishtirib bitta qo'rama olaman deganga aka mana 63,5 dan. 63. Yemasa, ichmasa o'zimizga tan aka. 10 kunga Xudo xolasa garantiya beramiz. Assalomu alaykum. Chorvador Oybek YouTube kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan aka-ukalar, opa-singillar, kanalimiz mehmonlari. Biz bugun Namangan viloyati, Namangan tumani, Oqbuloq qishlog'idan Boburjon akamizni mini qo'y fermalarga keldik. Xudo xolasa bu yerda bir partiya bo'g'oz qo'yiladi, naq bo'g'ozladi. Xudo xolasa bo'g'ozladi velikanlaridan. Bir partiya soni 4 donnaga zo'r qo'shqirlarni video obzorini qilib berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Xo'p, sizlardan bitta iltimos, xudo xolasa videoni boshida bittadan like bosib, kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmasdan, bizni kuzatib tursangiz xudo xolasa mana bunday zo'r qo'ylardan xudo xolasa birinchilardan chiqib boradi. Qidirib o'tirmasdan akalar, shunday telefon qilgani shoshiling, ishlaring bitadi. Xudo xolasa mana manzilimiz yo'lni bo'yida. Bu tomondan kelganingizda, Namangan viloyati markazidan kelganingizda chap qo'lingizda, Shahan tomondan Mingbuloq kelganingizda o'ng qo'lingizda. Apishani oldiga kelaverasizlar. Xudo xolasa ishlaring bitadi akalar. Assalomu alaykum Boburjon aka. Assalomu alaykum. Oybek aka, yaxshimisiz aka? Rahmat aka, tushimsiz, charchamay, sog' salomat. Xo'p aka, kanalimizda birinchi chiqyapsiz. Hop. Xudo xolasa bizni kanalda yolg'on yaxshi gaplar, ile qo'y almashtirib qo'yishlar bo'lmaydi aka. Xudo xolasa aka. Hop, eng muhimi narxni arzon qilib berasiz. Bo'ldi aka, gap bo'lishi mumkin. Qo'yni faqat sotamiz deganmiz aka. Gap yo'q aka, jonim. Bomba qilib sotamiz aka. Narxlar zo'r. Narxlar zo'r, xudo xolasa. Narxlar zo'r aka. Hech qanday yo'q aka buni. Bo'ldi, gap yo'q. Kelishadi, qo'yib qaytishmaydi. Gap yo'q. Xudo xolasa zo'r qilib Qo'y olaman degan odamni inshaalloh ishini bitirasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa aka, bitiramiz aka ishini. Gap yo'q, jonim sog'. Domlashlar. Hop, aka bu yosh oylik qanaqa bu qo'ylar? Tish qanaqa? Aka. Hop aka. Birinchi qorin, ikkinchi qorin. Birinchi, ikkinchi qorin. Bitta, ikkita, uchinchi qorin bor xolos aka. Asosan demak, yosh qo'ylar kelajagi bor 8-10 ta bemalol bola oladigan zotlar aka oladi aka. 4 tish, 2 tish. Bitta 6 tasi bor xolos, bitta ikkita. Ha, bo'ldi aka. Egzash qo'ylarimizdan bor aka. Egzashlari ham bor, xudo xolasa. Bor aka buni. Yaxshi aka, gap yo'q. Mash qo'yingiz ham juda yaxshi narsa ekan. Xudo xolasa aka. Mana qarang. Sotlarni qarang. Qo'yamiz. Ana. Hammasi joyida. Qo'ylaring yaxshi ketib qoladi, xudo xolasa. Xo'p, aka buni qarang. Dastlabki qaygacha dastlabki qilib beramiz buni misol uchun? Dastlabki aka, Qoraqalpog'istongacha dastlabki bor. Gap yo'q, joningiz sog' bo'l. Yemoq, ichmog'iga, sifat, salomatligiga xudo xolasa qancha kafolat berasiz? Yemoq, ichmog'iga aka, salomatlik, yemasa, ichmasa o'zimizga tan aka. 10 kunga xudo xolasa garantiya beramiz. 10 kunga garantiya berasiz. Beramiz aka, 10 kunga. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, qo'ylaringizni bir qator yaxshi ko'rdik. Obunachilar bilan sizlar ham ko'ringlar. Kimgadir tushsa, ma'qul kelgidek bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, inshaalloh ishlaring bitadi. Narxni zo'r qilib beraman. Qo'yni ko'rgan odam aloqaga chiqqanini shoshiladigan qilib aytaman deyaptilar, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar inshaalloh. Boburjon aka. Aka. Buni narxini nima deymiz aka? Aka 7, 68, 64 unda qilmas aka. Hammasini kelishtirib bitta qo'rama olaman deganga aka mana 63,5 dan. 63,5 dan? Hammasini. Aka o'shani yarmiga nima bu aka? Bo'ldi aka, 63 dan beraverarlar. Joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar. Aka buni soni nechta? Eng qiziq. Sonni ham so'ramabmiz. Soni 17 ta aka. Soni 17 ta. 17 ta aka soni. Hop, bitta ikkita tanlab olaman deganga qanchadan ketadi aka? Aka, uni ham hayrini qilib beramiz aka. Uni ham hayrini qilib berasiz. Qilib beramiz aka. Bitta ikkita tanlab olaman degan odamga aka, mayda qo'yda yomoni yo'q aka. Qo'yda yomoni yo'q, yaxshi. Bitta ikkita olaman degan odamga xudo xolasa kelishtirib, o'zini anda qilib, dastlabkini qilib beramiz aka. Demak, telefon qilgan odamning ishini bitirasiz har yo'liga. Inshaalloh maqsad sotish. Sotasiz, gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, bularni anosi qancha misol uchun bo'g'ozlik nimalari, variantlar alayh. Oxiri fevralda oxiri fevralichi. Fevral ichiga tug'adi xudo xolasa. Fevralda boshiga tug'adi. 10 kunlik ham bor, 15 kunlik ham. Yaqinlab qolganlari ham bor ekan. Bitta ikkita endi mana shu qo'ylar qonunda bo'lsa bir kun tushadi aka. Misol bitta kunda siz ham buni tepasida bo'lmagansiz-da. To'g'ri aka. To'g'risiga o'shaning uchun. Qonunda bor aka, mana bu qo'ylar. Mana shu qo'ylar o'shaning uchun. Xudo xolasa aka, qo'ylarimizda hammasi mana yelillari kelib mana qon osilib qolibdi-da inshaalloh. Qon osilib qolgan aka. Yaxshi bilinib qolgan variant ekan. Yaxshi aka, joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, bo'lmasa aka ikkinchi partiyaga navbat beraylik, keyingisida nima qilamiz? Xudo xolasa. Xo'p. Akalar mana Boburjon akamiz bizga atab qo'ygan qo'chqirlar legenda, ayiq polvon variantlaridan bor ekan. Inshaalloh
ko'rgan odam havas qilib, ey, qo'yni olmasangiz ham kommentariyaga mashalloh deb yozib ketishni unutmanglar. Sababi bu qo'chqirga ketgan vaqt, ey, shunchalik bo'libdi jonivorlar, mashalloh, ey, gap yo'q. Muhimi. Boburjon akamizni o'zlarining otalari boqqan qo'ylar ekanda, inshaalloh havas qildi, mashalloh. Bo'lsa shunchalik bo'ladi. Boburjon aka, nima deymiz endi bu qo'ylarga aka? Aka, xudo xolasa, hoji akam mana qo'ylarni bergandilar. Aha. Mana qo'ylarimiz aka faqat Makka yegan. Aha. Makka. Xudo xolasa 110%. Ha, 110% faqat Makka yegan. Faqat Makka yegan. Qo'ydi oldi holatlarini ham mana obunachilar ko'ringlar, o'zlaring bemalol ko'ringlar. Xotirjam 35-40 sm chiqaradigan variantidan inshaalloh. Mana aka, bularni hammasini Xudo xolasa hammasi to'g'ri aka, to'rtta bir xil. Ayiq polvonda aka bular. Albatta. Qo'y o'zi Qo'g'irlar mana. Qo'yni maqtamasangiz ham qo'y o'zini o'zi maqtayapti-da aka. Endi baribir misol bular endi yo'nalishi bo'rdoqchilik, men qo'yni kallasini qarang obunachilar. Burjon aka, mashalloh, qo'ylarni qarang ey. Qo'y boqsang ashsinda ham boshqacha nima bor-da. Bular tishi qanaqa aka bo'ladi, tishi? Aka, tishini ochib ko'rsataman mana. Ha, ko'rsating aka. Mana aka, tishini ochib ko'rsataman, xudo xolasa mana. Bismillahirrohmanirrohim. Bizda buni g'onon deydi aka. Ha, 4 tish, 6 tishga chiqaryapti ekan. Xudo xolasa aka. Ha. Kilosiga aka 65, 60 emas aka. 70% ga xudo xolasa zo'r aka. Gap yo'q. Xudo xolasa 70% ham ehtimol Alloh taolaning bir ne'matda beraman desa 75% berib qo'yishi hech gap emas-da aka bu narsa. Shuni hisobiga xudo xolasa tosh tarozasiga mashina kelaveradi. Haqiqiy yemni yeb turgan yaxshi variantdagi qo'ylar aka. Aka bu narxi nima deymiz? Qo'yni ming maqtamaylik, muhimi narxida. Muhim qo'ylarda ming maqtamaylik, muhimi gap narxida. Narxini nima deymiz aka buni? Aka, bu narxini aka 96 9,5 emas aka. 93 dan deymiz aka bularni. 93 dan. Gap yo'q aka. 93 dan eshitgan odam og'iz keladi. Xudo xolasa. Lekin aka yoqsa aka tushaveradi aka. Xudo xolasa. Bizi kanalda doim tortish yurilganda yengil o'shanga yengil xayr qilib bermasangiz bo'lmaydi aka. Oldi aka. Xayrini bor aka, xayr qilib beramiz. Qancha qilib berasiz? Qani bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Aka. Aka. Bularda aka sizga men aka qanchadan deyman endi bularni? Aka, bizga qancha arzon etsangiz biz shuncha xursand bo'lamiz. Obunachilarimiz xursand bo'ladi inshaalloh-da. O'shaning uchun eng arzon variantini. Aka mana sizni obunachilaringizga aka mana 9 milliondan baraka. Joningiz sog' bo'lsin, gap yo'q. Obunachilar, tavsiya qilamiz. Bu qo'ydi kilolari xotirjam, qassobga deysizlarmi, bitta to'yga haydaganimi, hamma tomonlama varianti kelaveradi inshaalloh. Mana shu qo'ylarimiz eng yiriga aka mana shular. Aka bu tanlab oldiga bitta ham tasiga nima bo'ladi? Uni ham aka o'zini yo'lida qilib, o'zini demak, ishni bitiramiz, xudo xolasa. Qalovini topsang, obunachilar qor ham yonadi. Muhimi aytilgan narx muhim emas. Shu narx ekan deyish yo'q. Kami bor, savdo qilib olishadi obunachilarimiz. Aka kamaytirib, xudo xolasa xayrini qilib berasiz. Dastavkasi sizni bo'yningizda, xudo xolasa. Shuning ichida bir hafta, 10 kun dedingiz, 10 kun yemoq ichmoqga inshaalloh kafolati sizdan bo'ladi inshaalloh. Demak, qadrli obunachilar, biz bugun shu yerda bugungi videolarimiz yakuniga yetamiz. Inshaalloh kimga kerak bo'lsa, qo'chqor deysizmi, sovuqliq deysizmi, ekrandagi nomerga aloqaga chiqarasizlar. Inshaalloh Boburjon akam yangi biznes boshlabdilar. Qo'llab-quvvatlab tursizlar inshaalloh. Ertaga endi bir-birimizni qo'llaymiz inshaalloh. Qo'ylarni narxini arzon qilib, bomba qilib elimizga, yurtimizga yaxshi qo'ylardan yetkazib beramiz deb niyat qilyaptilar inshaalloh. Yetkazib beramiz. Aka, bizni kanaldagi obunachilarga tilaklaringizni aytib qo'ying endi, xudo xolasa. Aka, oldin bittadan like bosib, ha. Oybek aka Chorva o'ziga obuna bo'lib, aka. Kelsin. Obunachilarimiz kelsa aka qo'yis qaytarmaymiz. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar, tavsiya qilamiz, kimgadir kerak bo'lsa ekrandagi nomerga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Demak, biz keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.